بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم mo'min musulmon azizlar, mana barchalarimiz muborak kunda, Juma kunida Alloh subhanahu va taoloni baytida yig'ilib turibmiz. Alloh tabarak va taolo barchalarimizni o'zini baytiga bosib kelgan qadamlarimizga ajru hasanotlar yog'dirib, qiladigan ibodatlarimizni, duoyu xayrlarimizni dargohi ilohida beriyo, benuqson husni qabul aylasin. Azizlar, mana bugun Safar oyining 3-sanasi 1448-hijriy, milodiy 17-iyul 2026-yildagi Juma ma'ruzamiz do'st tanlashda adashmaylik mavzuida bo'ladi. Muhtaram azizlar, bugun sizlar bilan hayotimizdagi o'ta muhim bo'lgan, hayotimizda o'ta muhim o'rin tutadigan, har birimiz uchun dolzarb bo'lgan mavzu bu azizlar do'st tanlashlikdir. Ayniqsa bu borada yanglishmaslik haqida bugungi suhbatimizda hadislar, oyatlar, rivoyatlar bilan qisqacha suhbatlashamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi bu suhbatlarimizni hammalarimiz uchun manfaatli qilsin. Inson zoti borki azizlar, tabiatan jamiyat ichida o'ziga o'xshagan boshqa insonlar bilan yashashga moslashgan. Jamiyatda o'zimizga o'xshagan insonlar bilan yashashlikka moslashganmiz. Biz o'zimiz bilan hamfikr bo'ladigan, darkash bo'ladigan yoki suyanchiq bo'ladigan do'stga doimo hammamiz ehtiyoj sezamiz. Kimgadir gapimizni, kimgadir dardimizni, kimgadir qalbimizdagi, ishimizdagi so'zimizni aytgimiz keladi. Ehtiyoj bor. Mana shu narsa hammamizda seziladi. To'g'ri tanlangan do'st azizlar insonni ikki dunyo saodatiga yetaklaydi. Agar inson to'g'ri do'st tanlay bilsa. Xato tanlangan hamroh esa insonni bu dunyoga ham, oxiratga ham yomonlikka, halokatga boshlaydi, yuzini qaro bo'lishligiga sabab bo'ladi. Bu dunyoda azizlar hammalarimiz mana shu dinimiz ko'rsatmalariga amal qilsak, dinimizda buyurilgan talablarga amal qilsak, Robbimizga toatda bo'laydigan bo'lsak va o'zimizga yaxshi hamroh, do'st tanlab hayotimizni o'tkazadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizga va'da qilingan yaxshiliklarni karrot ziyodasi bilan ustimizga yog'dirib qo'yadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam do'stning insonning hayot tarziga, ongu shuuriga ta'sirini bayon qilib o'zlarini hadis muboraklarida aytadilarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yuhalilu." Mana payg'ambar alayhissalom aytayaptilarki, siz u bizni do'stimiz, siz u bizni ongu shuurimizga, hayotimizga ta'siri to'g'risidagi hadis muboraklarda aytayaptilarki, kishi o'z do'stining dinida, ya'ni yashash tarzida bo'ladi deyaptilar. Shunday ekan har biringiz kimni do'st tutayotganingizga qarasin deganlar. Kishi do'stining dinida bo'lar ekan. Do'stining dini deyilgani azizlar yashash tarzida bo'ladi. Agar do'sti solih bo'lsa, taqvoli bo'lsa, ibodatli bo'lsa, insofli bo'lsa, dinu diyonatli bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, o'zgani haqqidan qo'rqadigan bo'lsa, o'zgalarga zulm qilishlikdan tiyiladigan inson bo'lsa, ana u inson o'zini do'stiga ham shu narsalarni
dinida deyilingani mana shu narsalarni o'zini do'stiga ham o'rnak bo'lib o'rgatadi. Agarchi uni teskarisi bo'lsa-chi, Allohdan qo'rqmaydigan, gunohdan tap tortmaydigan, o'zgalarga zulm qiladigan, gunoh, ma'siyat, fahsh ishlarni qo'rqmasdan qiladigan inson bilan do'st bo'lsa-chi, bu inson man qilmayman degani bilan bu narsa sekinlik bilan ta'sirini ko'rsatib turib, o'sha do'sti bilan shu gunohlarni qiladigan insonga aylanib qoladi. Shuning uchun xalqimizda bitta gap bor azizlar. Sen deydi, do'stingni kimligini menga aytgin deydi. Men seni kimligingni aytaman deydi xalqimiz. Bu gaplar bejizga aytilinmagan azizlar. Hammasi hayotdan olib, hammasi hayotiy tajribadan o'tkazib, hammasi hayotimizda bo'lgan ishlarni ko'rib turib, ana undan keyin aytilingan gaplar bular. Xalqimiz mana shu hikmatli so'zlarni o'zini hayoti davomida bo'lgan ishlardan Alloh subhanahu va taoloni muborak kalomi sharifidagi oyatlar, payg'ambar alayhissalomning hadis muboraklarida kelgan mana shu hadislardan va hayotiy tajribalardan olib turib, ana shu so'zlarni qisqa bo'lsa ham, lekin ma'nosi keng bo'lgan so'zlarni hayotimizga tatbiqi kirib kelgan azizlar. Shuning uchun do'stni inson uchun ahamiyati nihoyat darajada katta hisoblanadi. Inson yaxshi do'st tanlay bilsa, dunyodagi eng katta yaxshilikka, baxtga erishgan bo'ladi. Agar Alloh saqlasin yomon inson bilan do'st bo'lgan bo'lsa, uni ahvoli voy bo'ladi. Xalqimizda yana bitta gap borki azizlar, qazonga yaqin yursang qarosi yuqadi deydi. Yomonga yaqin yursang balosi yuqadi deydi. Bu bejizga aytilinmagan bu. Yaxshi inson bilan do'st bo'lsak, yaxshiliklarimiz ko'payib boraveradi. Yaxshi inson nima qiladi? Yaxshi inson yaxshilikka buyuradi. Xatosi bo'lsa tushuntiradi. Bir ishda noto'g'ri tarafga ketayotgan bo'lsa, noto'g'riligini o'rgatadi. Yoki bo'lmasam Allohni esdan chiqargan bo'lsa, dinidagi amallarni esdan chiqargan bo'lsa, insoniyligini esdan chiqargan bo'lsa, chiroyli qilib eslatib qo'yadi. Yomon do'stchi, yomon do'st hozirni o'ylaydi. Kayfu safoni o'ylaydi. Hozir maishat qilaylik deydi, yurib qolaylik deydi. Hozir deydi shu ishlarni qilsak qilib qoldik, ertaga qila olamizmi deydi. Ertaga boshiga bir musibat yetganda tashlab qochadi o'sha do'stlar. Qancha oramizda bir vaqtlar do'sti ko'p bo'lgan insonlar bor. Mansabda, martabada o'tirganda atrofini gir aylanib, qulluq qilib, qo'lini ko'ksiga qo'yib turgan insonlarni qancha ko'rganlar bor oramizda. Lekin o'sha insonlar obro'dan, mansabdan ketganlaridan keyin o'sha do'stlarning birontasi, hammasi yo'q bo'lib ketganini ham ko'rganlar ham bor. Ular haqiqiy do'st bo'lmagan. Ular o'sha obro'ga, mansabga, pulga, o'sha vaqtdagi holatga do'st bo'lgan kishilar. Foydalanay deydi. Haqiqiy do'st sizdan bir manfaat uchun foydalanmaydi. Shu bilan do'st bo'lsam, nimadir ishimni qilib olishim kerak. Shu bilan do'st bo'lsam, bir ikki so'm pulini olishim kerak. Shu bilan do'st bo'lsam, nimadir muammoimni hal qila olishim kerak deydigan kishi haqiqiy do'st bo'lmaydi. Haqiqiy do'st Allohning roziligi uchun yaxshi ko'radi, Allohning roziligi uchun do'st bo'ladi. Ana u haqiqiy do'stlik bo'ladi. Haqiqiy do'stlik to'g'risida va o'sha haqiqiy do'stlikka beriladigan yaxshilik Alloh subhanahu va taolo shu darajada insonga katta bir yaxshilikni beradiki, bu yaxshilikni eshitgan insonni qalbi junbushga keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir go'zal voqea borki, bu voqeada shunday deyiladi. Bir kishi boshqa bir qishloqda yashaydigan bir do'stini ziyorat qilishlik uchun yo'lga chiqadi. Do'sti bor, boshqa joyda yashaydi. Shu do'stimni bir ziyorat qilay, holidan xabar olay deb yo'lga chiqadi. Mana shu yo'lga chiqqan yo'lovchini oldiga Alloh subhanahu va taolo bir farishtani inson suratida qilib shu yo'lga chiqqan, do'stini ziyoratiga chiqqan insonni oldiga bir farishtani inson suratida yuboradi. Farishta yo'lga chiqqan yo'lovchidan so'raydi:
Qayerga yo'l oldingiz? Qayerga ketyapsiz? Yo'lovchi aytadiki, keyingi qishloqda, oldimizdan keladigan qishloqda bir birodarim yashaydi. Shu birodarimni ko'rgani ketyapman deb javob beradi. Shunda yana farishta so'raydiki, shu do'stingizdan, birodaringizdan biror bir manfaat kutyapsizmi? Biror bir ishingiz hal bo'lmaganmi? Hal qilib beradimi? Biror bir mushkulingiz bormi? Mushkulingizni hal qilib beradimi? Yoki bo'lmasam qarzingiz bormi? Qarzingizni berishga ketyapsizmi deb so'raydi. Shunda haligi kishi aytadiki, yo'q deydi. Mushkulim ham yo'q, qarzim ham yo'q, undan so'raydigan narsam ham yo'q. Bittagina niyatim Alloh uchun, Allohning roziligi uchun shu do'stimni yaxshi ko'raman, shu uchun uni ziyorat qilgani boryapman deb javob beradi. Bunga javoban farishta aytadiki, u kishiga qarab turib, Alloh subhanahu va taolo sizga shunday bir xushxabarni berdiki, bu xushxabar men Allohni senga yuborgan elchisiman deydi farishta. Allohni senga yuborgan elchisiman. Sen u birodaringni yaxshi ko'rganingdek Alloh ham seni yaxshi ko'rdi deydi. Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rishligiga sazovor bo'ladigan ishlardan biri bir insonni Alloh uchun yaxshi ko'rib, o'sha bilan do'st bo'lib, uni ziyoratiga Alloh uchun ziyorat qilishlikka chiqishlik Alloh taoloni bandasini yaxshi ko'rishlikka sabab bo'ladigan ishlardan ekan. Bunday baxt azizlar inson uchun bu dunyoda berilgan eng katta baxtdir. Qancha ishlarimiz bor Allohning roziligi uchun, muhabbati uchun, Allohning muhabbatiga sazovor bo'lay deb qiladigan qancha ishlarimiz bor. Mana shu oddiy deb biz sanagan ishimiz Alloh taoloning muhabbatiga sazovor qiladigan ishlardan ekan. Bundan tashqari azizlar, qiyomat kunida biz yaxshi bilamizki, qiyomat kunining dahshati insonni bu dunyoda ko'rgan hech bir dahshatga o'xshamaydi. Qiyomat kunida ana shunday bir dahshatli bo'lgan bir holatda hech bir insonga boshiga soya bo'lmagan bir paytda arshni soyasida 7 toifa inson soyalanadi. Arshni soyasida 7 toifa inson soyalanadi. Ana shu 7 toifani ichida azizlar Alloh uchun do'st bo'lgan insonlar ham bor. Alloh uchun do'st bo'lgan insonlar arshni soyasida, qiyomat kunida, hech bir soya yo'q kunda, hamma terga botgan insonni boshiga quyosh shu darajada kelib turadiki, u holatni tasavvur qilib bo'lmaydi. Mana hozir quyosh bizdan bir qancha mil, bir qancha ming kilometr yiroqda, buni issig'iga chidolmayapmiz. Lekin unda bir nayza miqdorda quyosh bizga yaqin turadi. Ana shu holatda hech bir soya yo'q kunda arshni soyasida haqiqiy do'stlarni Alloh subhanahu va taolo o'zini arshini soyasida soyalantirar ekan. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, bu kishilar to'g'risida o'zlarining hadis muboraklarida Alloh yo'lida bir-birini yaxshi ko'rib, Alloh uchun jam bo'lib, Alloh uchun ajraladigan ikki kishini ana Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida arshni soyasida soyalantirar ekan. Demak azizlar, chin do'stlik insonga bu dunyoda Allohning muhabbatini keltiradigan bo'lsa, oxiratda arshni soyasida soyalanishlikdek baxtni keltirar ekan. Chin do'stlik insonni azizlar bu dunyoda xato qiladigan bo'lsa, xatosini tushuntirsa, bu dunyoda g'ofil bo'lib qolsa, g'ofilligidan eslatib tursa, yiqilganda uni yonida turib, suyanch bo'lib, uni ko'tarib qo'yishlikka yordam bersa, ana o'sha haqiqiy chin do'stlik, bebaho boylik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo do'stlarni bu dunyoda va oxiratda yaxshi munosabatda bo'lgan kishilarni mana shu do'stlik rishtalari mustahkam bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha do'stlik rishtalari mustahkam bo'lib turib dunyodan o'tsa, yaxshiligini aytib o'tdik. Endi yomon do'stlar, yomonlik qiladigan do'stlar, yomonlikka yo'llaydigan do'stlar erta qiyomat kunida inson uchun eng katta dushman ham bo'ladi azizlar. O'sha eng katta dushmani bo'ladi inson. Bu to'g'risida
Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, Zuhruf surasining 67-oyatida, u kunda, ya'ni qiyomatda taqvodorlardan boshqa do'stlar bir-biriga dushmandirlar deydi. Ya'ni qiyomat kunida taqvodorlardan boshqa do'stlar bir-birlariga dushmandirlar deydi Alloh taolo. Bu oyat karimadan ma'lum bo'ladiki, Alloh yo'lida to'g'ri, mustahkam e'tiqod bilan yaxshi niyat ustiga qurilmagan do'stlik, balki bu dunyoda bir manfaat uchun qurilgan do'stlik ertaga insonga azizlar dushmanlik olib keladi. Kimdir hoya havas uchun birov bilan do'st bo'ladi, bir manfaat uchun do'st bo'ladi, foydalanib qolay deb do'st bo'ladi, yoki nimadir shundan olsam deb do'st bo'ladi. Va aytib o'tganimdek, uni obro'si, moli yoki mansabi uchun do'st bo'ladiki, ana shu do'stlik ertaga qiyomatda insonga dushmanlik keltiradi. Haqiqiy do'stlik azizlar, bu payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridan bilamizki, payg'ambar alayhissalomning haqiqiy do'stlari kim edilar? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhu va boshqa sahobalarni haqiqiy do'st sifatida bilishligimiz mumkin. Jonlarini, mollarini, hayotlarini fido qiladigan insonlar. Jonini so'rasa, jonini berib yuboradi. Molini so'rasa, molini berib yuboradi. Ana shunday bo'lishlik kerak. Ba'zi bir do'stlar yillar davomida do'st bo'lishadi-da, do'stning boshiga bir kulfat tushishini kutib turishadi. Do'sti bir yaxshilikka erishsa, azizlar, shunaqangi do'stlar ham bor. Ey do'stim, men mana shunaqangi yaxshilikka erishdim desa, qarab qoladi. Qarab qolishligi nimadan bo'ladi? Nimaga bunga bunaqangi holat bo'lyapti-yu, menga bo'lmayapti? O'sha joyni o'zida, ey do'stim muborak bo'lsin. Alloh bundan-da ziyoda qilsin. Alloh bizga ham mana shu ne'matlarni nasib qilsin deyish o'rniga hech narsa deya olmaydi. Qalbiga yomonligi bor odam ana shunday to'xtab qoladi. Yo do'stini kutib turadi, nimadir boshiga kelishligini, nimadir kulfatga, nimadir narsaga o'sha ega bo'lib qolsa-yu, bu xursand bo'lsa. Shunaqangi do'stlar bo'ladi, xizmatingizdaman, yoningizdaman deydi. Oddiygina bir boshiga kichkina bir ish tushib qolsa, o'sha joyni o'zida tashlab qochadi. Shuning uchun do'st haqida gapirganda, birov bilan do'st bo'lishlik kelganda azizlar, o'zini e'tibor berishligi kerak bo'ladigan narsalari bor. Bu to'g'risida ulamolarimizni, ulug'larimizni so'zlari ham bor. Kim bilan do'st bo'lishlik kerak, kimdan qochishlik kerak? Siz birov bilan do'st bo'ldingiz, o'zingiz yaxshi insonsiz, yaxshilikka odamlarni yo'llaysiz, yaxshilikka buyurasiz, yomonlikdan qaytarasiz. Ana shu xususda Ihyo-i Ulumiddin kitobida Imom G'azzoliy aytadilarki, yoshlarni to'g'ri tarbiyalash deydilar, ularni yomon do'stlardan saqlashlik bilan bo'ladi deganlar. Yoshlarni to'g'ri tarbiyalashlik ularni yomon do'stlardan saqlashlik bilan bo'ladi. Yana boshqa Sa'diy Shiroziyning Guliston asarlarida keladiki, azizlar, biz yaxshi bilamiz, payg'ambarlar Alloh taoloni bandalari ichida tanlab olgan eng ulug' kishilardan hisoblanadi. Nuh alayhissalomni hammamiz bilamiz. U kishini bir nechta o'g'illari bo'lgan. Va o'sha o'g'illarning ichida noqobili ham bo'lgan. Ismi Yom. Ana shu Yom nima sababdan payg'ambarlikdan mahrum bo'ldi? Yomon insonlarga qo'shilganligi sababidan payg'ambarlikdan mahrum bo'ldi. Hattoki payg'ambarni farzandi bo'lsa ham yomon insonlarga qo'shilganligi, yomon do'st tanlaganligi sababidan payg'ambarlikdan mahrum bo'ldi. Endi azizlar, payg'ambarni bolasiga mana shuncha narsa bo'lib turgan bo'lsa, biz bolalarimizga, o'zimizga do'st tanlashlikda e'tibor qilishligimiz kerak ekanmi? Kerak ekan. Ulamolarimiz aytadilarki, yomon do'stni deydilar, to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qilinadi deydilar. Agar to'g'ri yo'lga yurmasa, unday do'stdan deydilar, xuddi o'rmonga kirdingiz, o'rmonga kirganingizda oldingizdan bir sher chiqib qoldi. O'sha sherdan qandoq qochilsa, ana shunday o'shanaqa yomon do'stdan qochishlik kerak deganlar. Yomonligi urib qolmasin, bir balosi tegib qolmasin. Mo'min kishi azizlar duch kelgan odam bilan darrov do'st bo'lib, dardini aytib, sirini aytib tashamaydi. Mo'min kishi oldin o'sha inson bilan ozgina bir
gaplashadi, bir necha vaqt o'tsin, ana undan keyin bir dardini sinovdan o'tgandan keyin aytsa bo'ladi. Ba'zi insonlar bo'ladi, ko'rgan bilan bir o'tirishda hamma dardini yoyib tashlaydi. Uni oldin ko'rmagan, bilmagan, tanimaydi, bilmaydi. Ana undan keyin ah-voh qilib yuradi. Falonchaga deydi, dardimni aytsam, hammaga doston qilibdi. Sirimni aytsam, hammaga sirimni aytib chiqibdi. Vaholanki o'sha joyda hech kim aytmaydiki, ey birodar, siz odamni necha yildan beri taniysiz? U sizga o'zi do'stmi? Sinovingizdan o'tganmi? Sizni siringizni saqlashlikka o'sha birovning sirini, omonatini saqlay oladigan bir omonatdor insonmi degan savolni berishlik yo'q. Ana shuning uchun azizlar, birovga gap aytganda, sir aytganda, dard aytganda sinovdan o'tmagan odam bo'lsa, hammaga gapni gapiravermang. Ertaga o'sha dardingiz ichingizda qolgani yaxshi. Birovga hamma joyga dardingizni yoyib chiqqandan, siringizni yoyib chiqqandan ichingizda qolgani yaxshi bo'ladi. Ulamolarimizni yana bir so'zlari borki, ulug'larimizni kishini haqiqiy fe'l atvorini bilmoqchi bo'lsang deydilar, 4 narsada uni sinab ko'rgin deganlar. Ya'ni birinchisini aytadilarki, o'sha birovni qandoqligini bilmoqchi bo'lsang, u bilan bir safarga chiqib ko'rgin deganlar. Bir insonni bilmoqsiz, qanaqangi inson, uni o'zi fe'l atvori qanaqa, ana shu bilmoqchi bo'lsangiz, u inson bilan safarga chiqib ko'rgin. Safarga chiqsang, yo'l mashaqqati bo'ladi, yo'lda qiyinchilik bo'ladi, hamrohni o'sha fidoyiligi bo'ladi, sadoqati bo'ladi, inson safarda betob bo'ladi, yo bir qo'liga, bir moliga bir zarar yetadi, boshqa bir holatlar bo'ladiki, ana shu safarga chiqqan vaqtda inson asl yuzini, asl basharasini ko'rsatadi. Yaxshi inson bo'lsa yaxshiligini ko'rsatadi, yomon inson bo'lsa yomonligini ko'rsatadi. Ba'zi bir odamlar bo'ladi, ularni xarakteri deydi, past xarakterli odamlar deydi. Ana shunaqangi pastligini ko'rsatadigan odamlar safarga chiqmay turib bilmaysiz uni. Yana ikkinchisini aytadilarki, haqiqiy o'sha insonni bir sinamoqchi bo'lsang, boshingga bir musibat, kulfat yetganda yoningda do'stman degan yo seni yoningda turgan insonlarni ana shu holati bilinadi deydilar. Do'stmiz, hamrohmiz deysiz, boshingizga bir kulfat tushib qoldi, bir qiyinchilik tushib qoldi, bir mashaqqat tushib qoldi. Ana shu vaqtda bilinadi. Borini bergan odam, kelib yoningizda turgan odam shu qiyinchilikdan chiqib ketishlikka sizni mayli moli yo'qdir, puli yo'qdir, lekin so'zi bilan o'sha sizga dalda berib tursa-da, ana o'sha odam sizga haqiqiy do'st bo'ladi. Yana aytadilarki, insonni qandayligini bilmoqchi bo'lsang, u bilan o'zaro oldi-berigi qilgan deydilar. Oldi-berigi. Birovga bir narsa berdingiz, qaytara oldingiz. Ana shu paytda insonni qanaqaligi bilinadi. Oldi-berigi qilganda. Agar yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomonligi bilinadi. Yana 4-sini aytadilarki, o'rtada qanaqangidir kelishmovchilik chiqib qoldi. Ana shu kelishmovchilik vaqtida inson bilasizki, jahli chiqqan vaqtda ichidagi hamma narsani gapirib tashlaydi. Agar ichida yomonligi bo'lsa, hamma yomonligini gapirib tashadimi, demakki, o'sha insondan qochishlik kerak bo'ladi. Ana do'st tanlashlikda ulamolarimizning ana shunday ko'rsatmalari borki, azizlar, bu biz uchun yaxshi bir ibrat namunadir. Ulug'larimizdan Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning hayotlarida bo'lgan bir voqea borki, ana shu voqeada keladiki, bir kuni Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'tirgan vaqtlarida huzurlariga bir kishi kelib turib, birovni maqtab qoldi. Hazrati Umarning oldilarida. Shunda mu'minlarning amiri bo'lgan Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'sha odam bilan birga safar qilganmisan dedilar. Maqtalinayotgan odamni. O'sha odam bilan birga safar qilganmisan dedilar. Yo'q dedi. O'sha odam bilan oldi-beriga qilganmisan dedilar. Boyagi kishi yo'q deb javob berdi. Shunda unday bo'lsa, sen u odamni umuman tanimas ekansan deb javob berdilar. Ya'ni safar qilmagan bo'lsangiz, o'sha odam bilan oldi-beriga qilmagan bo'lsangiz, siz u odamni tanimaysiz. Safarga chiqsangiz ko'rasiz, oldi-beriga qilgan bo'lsangiz bilasiz. Ana undan keyin yo maqtashingizni, yo maqtamasligingizni, yo o'sha inson to'g'risida nimadir gap gapirishlikda o'ylab gapirishlik kerak bo'lar ekan. Suhbatimizning azizlar so'nggi qismida do'stlikning odoblari, birodarlikning haqlari haqida ham qisqacha aytib o'taydigan bo'lsak, albatta
Bu do'stlik o'ziga yarasha odobni ham talab qiladi. O'ziga yarasha mana shunday bir odoblari bo'ladiki, bu odoblarni inson yaxshi bilib olishligi kerak bo'ladi. Aytadilarki, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam birodaringning og'irini yengil qilish qanchalik ulug' savob bo'ladigan bo'lsa, mana shu to'g'risida aytadilarki, madomiki banda deydilar, o'z birodarining yordamida ekan, Alloh ham u birodarining yordamida bo'ladi deydilar. Siz bir birodaringizni yordamidasiz, siz bir do'stingizni yordamidasiz, Alloh taolo sizni yordamingizda bo'ladi. Siz bilan sizni yoningizda bo'ladi. Shuning uchun bir do'stingizni boshiga bir kulfat tushib qolsa, qiyinchilik bo'lib qolsa, o'sha do'stingiz bilan yurgan vaqtida ishim qolib ketdi demang, boshqa narsam qolib ketdi demang. Alloh taolo siz bilan birgaki, hamma narsangiz joy-joyiga tushib barakasini Alloh subhanahu va taolo ziyoda qilib qo'yadi. Do'stlikning yana bir go'zal odobi shuki, do'st deydilar, o'z birodarining haqqiga duo qilib turishligi lozim deydilar. Bu do'stimizni haqqiga duo qilishligimiz do'stimizdagi qilinadigan odoblardandir. Ota-bobolarimiz o'tganlarimizni ham duolarini agar bir ko'radigan bo'lsak, duolarida qavmi qarindosh, aka-uka, do'st birodarlarni doimo duo qilishgan. Mana shu xususda aytadilarki, payg'ambar alayhissalom musulmon kishining deydilar, o'z birodarini haqqiga g'oyibdan qilgan duosi ijobat duodir deydilar. Musulmon kishining o'z musulmon birodarini haqqiga qilgan, g'oyibdan qilgan duosi ijobat duodir deydilar. Uning bosh tarafiga bir farishta vakil qilingan bo'lib, u birodarining haqqiga har gal yaxshilik so'rab duo qilganda, vakil qilingan farishta amin derkan va senga ham shunday bo'lsin deb turar ekan. Ya'ni azizlar, bir do'stimizning haqqiga Allohim shu do'stimni o'zingga omonat qildim. Shu do'stimni o'zing iymonda, islomda, yaxshilikda sobit qadam qilgin, ishiga barakot bergin, xonadonni barakali qilgin, nasl zurriyodiga o'zing baraka bergin, yaxshi zurriyotlarni nasldan chiqargin. Allohim o'zing ikki dunyoda adashtirmagin, yaxshi amallar bilan, yaxshiliklar bilan, yaxshi amallar ustida o'zing bu do'stimni har doim sobit qadam qilib qo'ygin deb do'stingizni haqqiga duo qiladigan bo'lsangiz, ana shu duoingizga farishta amin deydi. Va Alloh subhanahu va taologa farishta aytadiki, shu banda do'stini haqqiga qanday duo qilgan bo'lsa, Allohim o'ziga ham shu narsalarni nasib qilgin deydi. Bu mustajob bo'ladigan duo. Shuning uchun azizlar, do'stlarimizni haqqiga ana shunday duo qilaylik. Do'stni haqqiga ehtiyot bo'lsinki, ba'zilar qachon shu do'stim ishdan ketar ekan, qachon shu mashinasi qolib ketar ekan, qachon shu kambag'al bo'lar ekan, men unda o'tib ketar ekanman deydigan odamni azizlar, mana shu niyati o'ziga urib ketadi. O'zi baloga giriftor bo'ladi, aytgan gapi o'ziga qaytadi. Bu yomon niyatga ham farishta amin deydi. Shuning uchun do'stni haqqiga gapirishlikda, duo qilishlikda yaxshilik so'raylik, yaxshilikni tilaylik, yaxshilik ustimizga keladi. Alloh taolo ana shu ne'matlarni o'zi ziyoda qiladi. Alloh tabarak va taolo hammalarimizni azizlar yaxshi do'stlar bilan siylasin. Bugun do'st deymiz, jo'ra deymiz. Bugun do'stchilik azizlar choyxonalarda bo'lib qoldi. Choyxonalarda o'tirishlikda, osh yeyishlikda bo'lib qoldi. Bir joyga borishadi, oshni yeyishadi, hammalari qo'lda telefon, u yoqqa yonboshlagan, bu yoqqa yonboshlagan, o'tirib turib, o'shalarning ichida bir suhbatlar kamayib ketgan. Ey do'stim, ko'rmaganimiz qancha vaqt bo'lib ketdi. Sizda nima gap, nima muammo, oilangizda, farzandlaringizda qanaqangi gap, o'qityapsizmi, ishlatyapsizmi, o'zingiz nima qilib yuribsiz degan gap so'zlar azizlar kamayib ketyapti. Bu do'st degani faqat bir joyga borib o'tirish, osh yeyish, suhbatlashish, qachondir bir gap qilish emas, balki uni bir holidan, ahvolidan xabar bo'lib turishlik bu do'stlikdir. Ba'zi insonlarni bilasiz, har hafta o'tiradi, lekin do'sti uyida qiynalib bir kasallik yo bir boshqa muammo bilan yurganini bilmaydi. Kecha o'tirgan edik oshda, indamabdi deydi. U qanday aytadi holini so'ramasak, bilmasak, uyga bormasak, ahvoli qanaqa, qanaqangi sharoitda yashayapti? Ana bu narsalardan azizlar boxabar bo'lib turishlik kerak. Hozir faqat birovning uyiga tuyda boramiz, biror bir narsa bo'lsa birovning uyiga boramiz. Bo'lmasa birovning uyiga hozir hech kim bormaydi. Qo'shnisi bo'lsa ham uyiga chiqib bir taqillatib, xolis qanday deb ba'zilar so'ramaydi. Shuning uchun mana bu narsalarni ham e'tiborga olib qo'ysak, azizlar, bu yaxshi bo'ladi. Internet orqali hozirda insonlar, ba'zi bir insonlar bilan do'st bo'layotganligi,
qizlar ba'zi bir qizlar bilan dugona bo'layotganligini xabarini bilib qolasiz. Internetda azizlar birov bilan do'st bo'lmang. Internetdagi odamni sizga yaxshi ko'ringani bilan uni yomonligi sizga ko'rinmaydi. Sizga boshqa g'arazli niyati ko'rinmaydi. Mana internet orqali hozir do'stman deganlar qaysi birlari ozgina bir gaplashadi, boshqa qiladi. Ana undan keyin boyagi do'stini ichishga, chakishga, psixotrop moddalarni hozir ko'ryapsiz, internet orqali savdosini, internetdan tanishgan, falon joyga borasiz, mana shu joyda qo'yilgan ana dori chakadigan yoki bo'lmasam boshqa bir qizlar boshqa bir yomon yo'lga kirib ketishlik holatlari. Buni qayerdan taniysan desa, internetda tanishganman do'stim deydi. Internetda tanishgan odam, uni otasi kim, onasi kim, kimni bolasi, qayerdan, u qanaqangi joyda katta bo'lganini hech kim bilmaydi. Shuning uchun azizlar, do'st bo'layotganda kimni o'zi bolasi, kimlardan u, avlodi kimlardan, uni ota-onasi qanaqangi inson, ana bularni ham bir surishtirib qo'yishlik kerak. O'g'lingiz, qizingiz kim bilan do'st bo'layotganligiga e'tiborli bo'lib qo'ying. Yaxshi odamlar bilan do'st bo'lsa, aytadiki xalqimiz, yaxshiga yondashsang, Alloh taolo seni yaxshilikka o'rab qo'yadi. Yomonga yondashsang, seni yomonlikka Alloh subhanahu va taolo tushirib qo'yadi. Shuning uchun azizlar, yaxshi bilan yursang yetarsan murodga, yomon bilan yursang qolarsan uyatga deb dono xalqimiz bizga aytmagan. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni yaxshilarga yondashtirsin. Farzandlarimizni ham yaxshilarga yondashtirib, yaxshilar bilan do'st qilsin. Do'stliklarimizni, do'st bo'lgan birodarlarimizni hammalarimizni Alloh uchun do'st bo'lib, Alloh uchun yaxshi ko'rib, mana shu do'stlarga va'da qilingan barcha yaxshiliklarga ega bo'ladigan, arshni soyasida soyalanadigan haqiqiy do'stlardan bo'lishlikni Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga nasib etsin. Azizlar, ma'ruzamizning oxirida qisqagina bir ilovamiz borki, yana shu o'rinda muhim bo'lgan bir masalaga e'tiborlaringizni qaratishingizni so'raymiz. Dinimizda inson nafaqat ibodatga, balki o'zi yashab turgan joyni obod qilishlikka ham buyurilgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, u sizlarni yerdan paydo qildi va u sizlarni uni obod etuvchi qildi deydi. Ya'ni yerni jinsidan, turpoqdan inson yaralgan bo'lsa, ana shu yerni Alloh subhanahu va taolo insonga obod qilishlikni ham buyurib qo'ydi. Hammamizning uyimiz bor, joyimiz bor, mahallamiz bor. Mana shu mahallamiz, uyimiz, joyimiz, maskanimiz, ish joyimiz, ko'chamiz hammasini obodonchiligi kimga bog'liq? O'zimizga bog'liq. Agar o'sha joyni obod qilsak, chiroyli qilsak, toza qilsak, gul va rayhonlarni ekib qo'yadigan bo'lsak, kelgan odamni bahri dili yayraydi. Mana bu narsani hammamiz xonadonimizdan boshlaylik. O'zimizni uyimizdan boshlaylik. O'zimizni darvozamizni oldidan boshlaylik. Tasavvur qilib ko'ring, bir xonadonni kirishlik bilan gullar ekilgan bo'lsa, rayhonlar ekilgan bo'lsa, darvozangizni oldi chiroyli gullarga burkanib turgan bo'lsa, devorlaringiz oppoq qilib oqlangan bo'lsa, toza, ozoda, saramjon, sarishta bo'lsa, qanaqangi holat bo'ladi? Jannat bo'ladi. Yerdagi jannat bo'ladi. Obod joy bo'ladi. Baraka bo'ladi. Allohning barakasi yog'iladi. Kirganda bahri dilingiz ochiladi. Agar o'sha joy mana bu suvlar, ariqlar, daryolar axlatga, yomonlikka to'lib totsa, u nima bo'ladi? Bu ertaga azizlar berilgan ne'matga noshukrlik bo'ladi. Shuning uchun mana bu narsalarga ham e'tiborli qilib qo'yaylikki, Alloh subhanahu va taolo siz va bizni pok bo'lishligimizni yaxshi ko'radi. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, albatta Alloh pokdir, poklikni sevadi. Karamlidir, karamni sevadi. O'ta sahiydir, sahiylikni sevadi deganlar. Kuni kecha muhtaram yurtboshimizni o'sha tashabbuslari bilan mahalla obodligi, mehr saxovat oyligi deb mana bu oy e'lon qilindiki azizlar, mana bu narsaga e'tiborli bo'laylik. Biz hammalarimiz mo'min musulmonmiz. Islom dini poklik ustiga qurilgan dindir. Hammamiz ibodat qilamiz. O'zimiz Alloh taologa kelib turib mana bu joyda namozlarimizni o'qiymiz, ma'ruzalarni eshitamiz. Azizlar, bu joyda eshitilgan ma'ruzalar, aytilingan oyatlar, hadislar shu joyni o'zida qolib ketmasin. Agar shu joyda turgan 400, 500, 600 odam o'zini uyiga borib turib aytilingan mana shu obodligini qilaydigan bo'lsa, undan boshqalar ko'radi. Undan boshqalar ibrat oladi. Ertaga mahalla obod bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Allohim bu muborak kunda
bu ulug' daqiqalarda o'zingni baytingda turib, ojizona duoda qo'l ko'tarib turibmiz. Allohim duolarimizni qabul aylagin. Allohim bu jannat makon yurtimizga o'zing tinchlik, osoyishtalik, fayz, baraka ato qilgin. Bu vatanimizni, yurtimizni obodligi yo'lida xizmat qilayotgan muhtaram yurtboshimizni tanu jonlarini salomat qilgin. Olib borayotgan ishlarni o'zing barakotli qilgin. Dehqonlarimizni dehqonchiliklariga, chorvadorlarni chorvalariga o'zing baraka bergin. Kasb-u kor, kasb-u hunar, tijorat, savdo bilan shug'ullanadiganlarning ishlariga omad, xayr, baraka bergin. Safarda yurganlarni yo'llarini, safarlarini bexatar qilgin. Mushkuli borlarni, mushkullarini oson qilgin. Qarzi borlarga najot, bemorlarga shifoi komil, shifoi ojil bergin. Farzand talabgorlariga solih soliha farzandlardan ato qilgin. Dujonlari bo'lsa sog' salomat zurriyotlarni qo'llariga olishliklarini nasib aylagin. Mana shu kunlarda butun yurtimiz bo'ylab ilm talabida yurganlar, imtihonga kirayotgan barcha yoshlarimizni Allohim ilmlarini ziyoda qilgin, zehnlarini o'tkir qilgin, qulfidillarni ochgin. Allohim o'zing ko'makchi, yordamchi, madadkor bo'lgin. Hammalarini imtihonlarda yuqori ballar, baholar bilan imtihonlardan o'tib, o'zlari o'ylagan o'qishlarga kirib, jamiyatimiz uchun foyda beradigan, insonlarga ikki dunyoda foydasi tegadigan ilm ma'rifatli, zehn zakovatli, solih soliha bandalaringdan bo'lishliklarini nasib aylagin. Bu jamoatimizni ham Allohim ikki dunyo baxt va saodatiga erishtirgin. Allohim mo'min, musulmon bir-biriga birodardir, do'stdir. Ana shu do'stliklarni hammalarimiz uchun abadiy qilgin. Bir-birlarimiz uchun ikki dunyoda Allohim o'zingni sevib, seni roziliging uchun do'st bo'lishlikdek baxtni hammalarimizga o'zing nasib etgin. Allohim barcha do'stlardan, do'stlik qilib yurganlardan o'zing rozi bo'lgin. Hammalarimizni qalblarimizni bilasan, niyatlarimizni bilasan, eng afzaliga erishtirgin. Allohim o'zing ikki dunyo baxt va saodatidan bu jamoatimizni, butun elimiz, xalqimizni nasibador etgin. Allohumma ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.